To'xtang, siz buni aniq bilmaysiz. Brus bo'yiga to'xtatib qo'yadi deb o'ylaysizmi? Siz adashasiz. Mana bugun biz Brus qilmoqchimiz. Mana bugungi video boshqacharoq bo'ladi. Havo sovuq, lekin bizga buni farqi yo'q. Mana Brus qilishni ham boshlab oldik. Brus o'zi tana uchun kon foyda joyi bor. Shuning uchun Brus bo'yida to'xtatib qo'yadi. Uni yolg'on bo'lgan gaplarga ishonmanglar. Xo'p, biz o'z odatda 4 yo 5 podxod ishlaymiz 20 tadan va har bitta podxod orasida 1 minutdan dam olamiz va 1 stakanni suv ichib olamiz. Brus o'zi qiziq. Tanaga katta foydasi bor. Glud, yelka, triceps. Xullas, zo'r kashf tashlaydi Bruslarni. Zalga chiqishga pul sharoit bo'lmaganlar uchun Brus bu eng zo'r trenajyor. Hop, biz domda yashaganimiz uchun o'sha maydoncha deydimi, o'shga mana shunaqa Brus turnirlar qilib qo'yishgan. Xudo xolasa bundan keyin ham boshqa videolarda chiqaramiz. Trenovkalarimizni kuzatishga davom ettiringlar. Obuna bo'lib qo'ysalaring xursand bo'lardim. Va shunaqa keyin Brus qilayotganlaringda texnikasi bilan qilinglar. To'g'ri texnikasi kerak bo'lsa Brus qanaqa qilinishi bu Telegram kanalimda bo'ladi. Profilga o'tsalaring, tashab qo'yganman-ki. Va yana o'zlaring qilsalaring zerikib olishlaring mumkin. O'shanga o'zlaringga o'xshagan biror yaxshi sherik yo do'stlaring bilan birga qilsalaring Brusni zerikmaysizlar, bir podxoddan almashib qilaverasizlar. Do'stingiz chiqqanda siz dam olasiz, chiqqanda do'stingiz dam oladi. Shunaqa qilib gaplashib va perchatkaga havo sovuq, temir muzday bo'lgani uchun qo'ldan sovuq o't kelyapti. Shuning uchun perchatka taqib qildik. Hop. Albatta videoga like bosib, omada bo'lish esdan chiqmasin. Va xolasa bunday boshqa videolar ham bo'ladi. Qo'llab turishga davom ettiringlar. Rivojlanishdan to'xtamanglar. Va kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiringlar. Bu men uchun muhim. Videoda chiqqan xatolar va asha nuqsonlarni anglab bilib olishga juda katta yordam beradi sizlar kommentlaring.
Thank you.